أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. Assalomu alaykum aziz birodarlar. Allohning fazli va inoyati bilan navbatdagi darsimizni davom ettiryapmiz. Alloh subhanahu va taolo darsimizni davomli qilsin. O'qib o'rgangan narsalarimiz bilan amal qilishlikni Alloh subhanahu va taolo o'zi nasib va muyassar aylasin. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Alloh subhanahu va taolo Baqara surasini boshida mu'minlarni 4 oyat bilan, kofirlarni 2 oyat, munofiqlarni esa 13 oyat bilan bayon qilib bergandan keyin Alloh subhanahu va taolo barcha insonlarga xitob qilib: "Ya ayyuhan nasu ubudu robbakumul-ladzi xalaqakum wal-ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ey insonlar, sizlarni va sizlardan oldingilarni yaratgan Robbingizga ibodat qiling, shoyat taqvo sohibi bo'lsangiz. Bu Qur'oni Karimda kelgan nidolar haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhu shunday deydilar. Bag'oviy tafsirida Qala Ibn Abbas radhiyallohu anhuma ya ayyuhan nasu xitobu ahli Makkah va ya ayyuhallazina amanu xitobu ahli Madina. Ey insonlar deya xitob qilinganda bu Makka ahliga xitob qilinyapti. Va ya ayyuhallazina amanu ey iymon keltirganlar deyilganda esa xitob ahli Madinaga bo'lyapti deya shunday tafsir qilgan ekanlar. Wa huwa ha huna ammun illa min haythu innahu la yadkhuluhu as-sighar wal majanin. Bag'aviy rahimahulloh mana shu Ibn Abbos radhiyallohu anhuni tafsirlarini keltirgandan keyin bu yerdagi xitob umumiy bo'lganligini ifoda qilyapti, faqatgina kichkinalar yoki jinnilar xorij. Demak, bu yerda ey insonlar deya Alloh subhanahu va taolo barcha insonlarga xitob qilyapti. U'budu robbakum, Robbingizga ibodat qiling. U'budu abd kalimasi aslan tazallul va bo'yin egishlikni, itoat qilishlikni lozim qiladi. Lekin ko'plab mufassirlar vahhidu deya tafsir qilishgan ekan, ya'ni Allohni yolg'izlang, Allohni birlang. Ya'ni tavhid degani ibodatni faqatgina yolg'iz Allohga ibodat qilishlik ma'nosini ifoda qiladi. Endi bu yerda u'bud ya'ni aslan tazallul, itoat qilishlik ma'nosini ifoda qilishlik bilan birgalikda tavhid ma'nosini ham ifoda qilar ekan. Buni Ibn Ashur shunday bir chiroyli bir shaklda ochiqlab bergan ekan bizga. Hozir bir qarab ko'ramiz inshaalloh. At-Tahrir va at-Tanvirda Ibn Ashur shunday degan ekan. Wal ibadatu fil asli at-tadallul wal khudu'. Ibodat aslida tazallul, bo'yin egishlik va itoat qilishlik. وقد تقدم القول فيها عند قوله إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين ده ibodat ma'nosini ochiqlagandik. ولما كان التذلل والخضوع إنما يحصل عن صدق اليقين. Qachonki bo'yin egishlik, itoat qilishlik yaqiniy sidiq bilangina hosil bo'ladi. Kanal imanu billahi va tawhiduhu bil ilahiyyati mabda'al ibadati. Allohga iymon keltirishlik va uni ulug'iyatda yolg'izlashlik mabda'ul ibadati, ibodatning boshi bo'ldi deyapti. Li'anna man ashraka ma'al mustahiqqi ma laysa bimustahiqqin faqad taba'ada an at-tadallul wal khudu'i lahu. Chunki ibodatga loyiq bo'lgan zotga ibodatga loyiq bo'lmagan zotni o'rtoq qilgan kishi, sherik qilgan kishi faqat taba'ada an at-tadallul wal khudu'i, ya'ni bo'yin egishlikdan va itoat qilishlikdan uzoq bo'ladi deyapti. Sababi agar bir kishining qalbida yolg'iz Allohga bo'lgan iymon
va yolg'iz undan qo'rqish bo'lmasa va uning saviyasida boshqa bir narsani loyiq bo'lmagan bir narsani o'sha Alloh subhanahu va taoloning saviyasiga chiqaradigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taologa qarshi qo'rqishligi yoki itoati kamayadi. Sababi ham Allohga ham unga itoat qila boshlaydi. Shu sababli bu yerda aytgan ekanki, ya'ni ibodat bo'lishlik uchun yolg'iz Allohni birinchi o'rinda e'tiqod qilishligi kerak deyapti. Chunki agar birinchi o'rinda yolg'iz Allohning qudratiga, uning borligi, birligi va hamma narsani, ya'ni boshqarishligiga o'sha qalbida o'sha iymon bo'lmasa, bu odamning ibodati ibodat bo'lmaydi. Chunki o'sha qalbida doim boshqasidan qo'rqishlik yoki boshqasiga itoat qilishlik o'sha qalbida qoladi deyapti. Va Ibn Ashur shunday davom etadi: "Fal mukhatabu bil amri bil ibadati al mushrikuna min al arabi wad dahriyuna minhum wa ahlul kitabi wal mu'minun." Bu yerdagi xitob ham mushriklarga, hamda dahriylar, ya'ni ateistlar, Allohni inkor qiluvchilar, hamda ahli kitob, hamda mu'minlarni o'z ichiga oladi bu yerdagi xitob deyapti. Chunki har biriga ibodat qil ma'nosi munosib bo'lishligi mumkin. Masalan deylikki, Allohga iymon keltirmagan birontasi bo'lsa, tafakkur qil, Allohga iymon keltir ma'nosini ifoda qiladi, ibodat qil. Agar mushriklar bo'lsa, qilayotgan shirkingizni tashlangda yolg'iz Allohga yo'naling, yolg'iz Allohga yuzlaning ma'nosini ifoda qiladi ibodat ma'nosi. Agar ahli kitob bo'ladigan bo'lsa, rasulga iymon keltiring, payg'ambarga iymon keltiring va shu ma'no Allohga ibodat qiling ma'nosini ifoda qiladi. Agar mu'minlar bo'ladigan bo'lsa, aslan Alloh subhanahu va taoloni e'tirof qilib, undan keyin payg'ambarini qabul qilgan kishilarki, bularga unda amali solihlar qiling ma'nosini ifoda qilar ekan, ibodat ma'nosi. Shuning uchun agar biron bir g'ayridin bo'ladigan bo'lsa yoki iymon keltirmagan birisi bo'ladigan bo'lsa, ibodat qil deganda unda, ya'ni yolg'iz Allohga ishon ma'nosini ifoda qiladi. Yolg'iz Allohga ishongandan keyin rasuliga ishonishlikni keraktiradi va undan keyin amal solihni keraktiradi. Shundayga butun barcha insonlarga ibodat qilinglar ma'nosi to'g'ri kelar ekan. Ya'ni ya ayyuhannasu ubudu, ey insonlar ibodat qilinglar. Robbakumul ladzi xalaqakum vallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Robbakum Robbingizga. Bu yerda ey insonlar Allohga ibodat qilinglar deyilmadida, Robbingizga ibodat qilinglar deyildi. Ibn Ashur aytadiki: "Wajhul udul an ghayri at-tariqil idafati min turuqit ta'rifi nahwul alamiyya id lam yaqul u'budulloha." Bu yerda Allohga ibodat qilinglar deyishning joyiga izofa yo'li bilan Robbga ibodat qilinglar deyildi, Robbingizga ibodat qilinglar deyildi. Chunki Robb kalimasida li anna fil ityani bi lafzi robbi, chunki Robb kalimasini bu yerda olib kelishlikda idanan bi ahaqqiyatil amri bi ibadatihi fa innal mudabbira li umuril xalqi huwa jadirun bil ibadati. Robb kalimasini, Alloh kalimasini yeriga olib kelishlikda ibodatga loyiq bo'lishlik ma'nosini ifoda qiladi, ma'nosiga ishorat qiladi degan ekan. Chunki insonlarning butun ishlarini boshqaruvchi, ularni tadbir qiluvchi, ularni parvarish qiluvchi zot huwa jadirun bil ibadati. Ya'ni o'sha zotki ibodat qilishlikka loyiq bo'lgan zotdir deya shunday ma'no berishibdi. Alloh subhanahu va taolo ey insonlar Robbingizga ibodat qiling degandan keyin o'zining rububiyatini mana shu quyidagi oyatlar bilan isbotlayapti. Shunday Robbki, allazi xalaqakum vallazina min qablikum. Sizlarni va sizlardan oldingilarni yaratgan zotdir. Bu yerda xalaqa kalimasi faqatgina Alloh subhanahu va taologa ishlatiladi va boshqa biron bir kishiga, ya'ni yaratdi ma'nosi ishlatilmaydi. Ba'zi mufassirlar aytganki, agar boshqasiga ishlatilsa ham majoziy bo'ladi, haqiqiy bo'lmaydi. Chunki xalaqa degani biron bir narsani yo'qdan bor qilishlik degani. Shuning uchun allazi xalaqakum vallazina min qablikum, sizlarni yo'qdan bor qilgan va sizlardan oldingilarni ham yo'qdan bor qilgan zot. Bu sizning Robbingiz deya mana shunday Alloh subhanahu va taolo o'zining rububiyatini bu yerda isbotlayapti. La'allakum tattaqun, shoyat sizlar taqvo sohiblari bo'lsangiz. Bu yerda la'alla aslan tarajji, ya'ni umid ma'nosini ifoda qilishligi bilan birga olimlarimiz, ko'plab olimlarimiz kay ma'nosini ifoda qilgan. Ya'ni u'budu robbakum, Robbingizga ibodat qiling, taqvo sohiblari bo'lishligingiz uchun. Yoki Ibnul Qayyim al-Jawziy shunday deganlar, bu yerda la'allakum ya u'buduga bog'lanadi yoki xalaqakumga bog'lanadi. Ya'ni Robbingizga ibodat qiling, taqvodor bo'lishligingiz uchun, yoki xalaqakum sizlarni yaratdi Alloh subhanahu va taolo taqvodor bo'lishligingiz uchun deya mana shu la'allani yo u'buduga yoki xalaqaga bog'lanishi mumkin degan ekan. Va ba'zilar esa la'alla kalimasiga umid ma'nosida bor. Ya'ni Alloh subhanahu va taologa ibodat qilar ekan, taqvodor bo'lishlikni umid qilib ibodat qiling ma'nosini ifoda qilishligini aytishgan ekan. Tattaqun, taqvo esa Alloh subhanahu va taoloning amrlarini yeriga keltirib, qaytariqlaridan qaytib, Allohning azobidan saqlanishlikka taqvo deyilar ekan arabchada. Ya'ni taqvo degani, ya'ni qisqacha ma'no Allohga qarshi kelishlikdan o'zini tiyishlikka taqvo deyiladi. Keyin Alloh subhanahu va taolo o'z rububiyatini isbotlagan holda yana davom etyapti.
allazi shunday Robki ja'ala lakumul arda firashan sizlarga yerni to'shak qildi was samaa binaan va osmonni esa sizlarga bino qildi. Va anzala minas samaa'i ma'a va osmondan ya'ni bulutlardan sizlarga suvlar tushirdi, yomg'irlar yog'dirdi. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fa akhraja chiqardi bihi bu suv bilan minas samarati ya'ni har xil tur mevalar yoki har xil tur nabototlar rizqan lakum sizlarga rizq bo'lsin deya. Fala taj'alu lillahi andada. Bas shunday ekan Rob taologa aslo sheriklar, o'rtoqlar yoki nidlar qo'shmangiz. Va antum ta'lamun. Rob taoloning mana shu qudratini bilganingiz holda. Bu oyatda Alloh subhanahu va taolo Robbakum, Robbingizga ibodat qiling. Qanday Rob xalaqakum deya yaratishlik sifatini, yaratuvchilik sifatini zikr qilgandan keyin Alloh subhanahu va taolo yana insonlarga minnatini va insonlarga bergan ne'matini hamda o'z rububiyatini isbotlagan holda ja'ala lakumul arda firosha. U Robki subhanahu va taolo yer yuzini sizlarga to'shak qildi. Endi yer yuzini Alloh subhanahu va taolo to'shak qildi deyapti. Bu yerda tashbihul baligh bor. Tashbihul baligh degani shu degani. Agarki biron bir narsani o'xshatilgan bor, o'xshagan bor, ikkovini orasida o'xshatish vositasi bo'ladi. Masalan deylikki, Zaydun kal asadi. Zayd sher kabidir desak, o'sha oddiy tashbih bo'ladi. Chunki bu yerda kaf kalimasi, ya'ni o'xshatish kalimasi kelyapti. Qachonki o'sha o'xshatish vositasini olib tashlasak, Zaydun asadun desak, Zayd sherdir deydigan bo'lsak, o'sha vaqtda tashbihul baligh bo'lar ekan. Bu yerda ham tashbihul baligh bor. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo yer yuzini to'shak kabi qildi. Ya'ni nima uchun bu yerda yer yuzini to'shakka o'xshatilyapti? Mufassirlarimiz shunday degan ekanlar. Inson xoriqqanda dam oladigan, rohatlanadigan, orom oladigan joyi to'shakdir. Va yer yuzi ham insonlarning yashashligi uchun eng salohiyatli shaklda, eng salohiyatli ravishda yaratilganligi uchun Alloh subhanahu va taolo yer yuzini to'shakka o'xshatdi deyapti. Chunki haqiqatda o'ylab qaraydigan bo'lsak, tog'lari bilan, vodiylari bilan, vaholari va daryolari bilan inson uchun eng salohiyatli, yashashligi uchun eng salohiyatli qilinib yaratilganligini ko'ramiz. Alloh subhanahu va taolo was-samaa binaa undan keyin osmonni esa sizlarga bino qildi deyapti. Bu yerda osmon kalimasi haqida mufassirlarimiz ba'zi tafsirlar bilan tafsir qilishgan ekan. Bu yerda Ibn Ashur rahimahulloh buni ya'ni was-samaa binaa osmonni sizlarga bino qildi, ya'ni mana shu biz nafas olib turgan havo sharini, ya'ni yer yuzini aylanib turgan havo shari deya shunday tafsir qilibdi. Chunki mana shu havo atmosfer yuqoridagi fazodagi bo'shliqdan keladigan narsalardan bizni qo'riydi va o'sha yuqoridagi sovuqdan ham bizni qo'riydi. Xuddi bino insonlarni tashqi muhitlardan saqlaganligi kabi biz nafas olib turgan atmosfer ham insonlarni mana shu ba'zi sovuqlardan yoki tashqaridan keladigan fazo bo'shlig'idan keladigan tahlikalardan yoki bo'g'uvchi havolardan insonni saqlaydi ekan. Shuning uchun bu yerda as-samoga havo deya shunday tafsir qilishibdi. Va ayni vaqtda havo insonning, ya'ni jonlilarning oziqasidir. Ya'ni hech bir jonli yo'qki nafas olmaydi. Hammasi mana shu havodan nafas olib hayotini davom ettiradi. Va ba'zi mufassirlarimiz Mahasinit ta'vilda shunday deya tafsir qilgan ekanlar. Samodan maqsad bu yerda o'sha yulduzlar va quyosh sistemasi degan ekan. Chunki bino g'ishlar bir-birini ustiga birlashib bino shakliga keladi va tashqaridagi xatarlardan insonni saqlaydi. Xuddi shunday osmondagi oy, yulduz, quyosh mana shularning hammasi shu muvozanat saqlashligi bilan va bir-birini xuddi magnit kabi bir-biri bilan aloqa qilishligi bilan bir-birini tarqalib ketishligini qo'rib turar ekan. Mana shuning uchun bu yerdagi osmondan maqsad o'sha yulduzlarni yoki quyosh sistemasini sizlarga bino qildik deya shunday tafsir qilishgan ekan. Ibn Abbos radhiyallohu anhu esa buni osmonni o'sha bizni birinchi osmonimiz, ya'ni saqf, ya'ni sizlarga qubba qildi yoki deylikki pataloq qildi deya shunday tafsir qilishgan ekan. Bunga ham ba'zi oyatlarda as-samaa dunya, dunyo osmonini deydi. Dunyo osmoni o'sha birinchi osmon. Demakki Alloh subhanahu va taolo o'z rububiyatini isbotlab allazi ja'ala lakumul arda firashan was-samaa binaa sizlarga yer yuzini to'shak qilgan va osmonni esa bino qilgan zotdir. Va yana Alloh subhanahu va taolo o'z minnatini va o'z qudratini bizlarga bayon qilyapti. Va anzala minas samaa'i ma'a. Alloh subhanahu va taolo va anzala tushirdi minas samaa'i ma'a osmondan, ya'ni bu yerdagi samodan maqsad bulutlar, bulutlardan
suvlar tushirdi, ya'ni yomg'ir yog'dirdi. Fa akhraja bihi va mana shu yomg'ir sababli minat thamarati rizqan lakum, sizlarga rizq bo'lsin deya nabotatlar yoki mevalar chiqardi deyapti. Shunday ekan, fala taj'alu lillahi andada va antum ta'lamun. Shunday ekan sizlar Rob taologa, Alloh subhanahu va taologa aslo shirk qo'shmangizlar va antum ta'lamun. Rob taoloning cheksiz qudratini bilganingiz holda. Bu oyat haqida Ibn Kasir rahimahulloh mana shunday tafsir qilishgan ekan. Hozir qarab ko'ramiz inshaalloh. Va madmunuhu, mana shu oyatlarni mazmuni annal xoliqar roziqa malikud dari va sakiniha va roziquhum, albatta yaratuvchi, rizq beruvchi va mana shu diyorni moliki va sakiniha, mana shu diyorda insonlarni yashatuvchi yoki butun jonlilarni yashatuvchi va roziquhum va ularga rizq beruvchi. Fabihada, mana shu sababli yastahiqqu an yu'bada wahdahu va la yushraka bihi ghayruhu. Shu sababli yolg'iz o'zi ibodat qilinishlikka loyiq bo'ldi va biron narsa unga shirk qo'shilmasligiga loyiq bo'ldi deyapti. Va lihada Alloh subhanahu va taolo shuning uchun aytdiki, fala taj'alu lillahi andada va antum ta'lamun. Bas shunday ekan, Rob taologa aslo o'rtoq shirk qo'shmangiz va sizlar bilgan holda deya. Va fi sahihaynda, ya'ni Buxoriy va Muslimda an ibn Mas'ud radhiyallohu anhu, ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan qala qultu ya Rasululloh ayyu dhanbi a'zamu. Men payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga ey Rasululloh, qaysi gunoh eng kattadir deya so'raganimda qala payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, antaj'ala lillahi niddan va huwa khalaqak. Ya'ni Alloh subhanahu va taologa seni yaratgan holida sen unga o'rtoq qo'shishligingdir deya shunday degan ekanlar. Nidda shunday ochiqlagan ekan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Va yana Ibn Kasir Ibn Abbos radhiyallohu anhu mana shu so'zlarni keltiradi, mana shu oyatga aloqali. An Ibn Abbas radhiyallohu anhu fi qawlillahi azza va jalla fala taj'alu lillahi andadan va antum ta'lamun. Ya'ni Ibn Abbos radhiyallohu anhudan shu Alloh taoloning so'zi haqida qola aytdilarki, al-andadu huwa shirku. Ya'ni bu yerdagi andod shirkdir. Akhfa min dabibin namli ala safatin sawda'in fi zulmatil layli wa huwa an yaqula wallahi wa hayatika ya fulanu wa hayati wa yaqul لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص ولولا البط في الدار لأتت اللصوص وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت وقول الرجل لولا الله وفلان deyishligi. Aytgan ekanki, andoddan maqsad shirkdir. Va bu shirk shunday maxfiy narsaki, kecha qorong'uligida, qora qoyaning ustida, qora chimolining bosgan oyoq izidan ko'ra maxfiyroqdir degan ekan. Va huwa ay yaqula, va bu esa shunday deyishligi. Vallohi va hayatika. Allohga qasam bo'lsin, sening hayotingga qasam bo'lsin deyishlik ham shirk bo'lar ekan. Shu darajada maxfiy ekan. Yoki va hayati, mening hayotimga qasam bo'lsin. Va yaqulu laula kalbatu hada la atana al-lusus. Agar falonchani iti bo'lmaganda edi, o'g'rilar kelardi. Yoki valavla al-battu, agar o'sha xabar beruvchi o'rdak bo'lmaganda edi, la atal lusus, ya'ni o'g'ri kelardi. Va qawlu ar-rajuli li sahibihi ma sha Allohu wa shi'ta. Yoki shu kishining shunday deyishligi o'z do'stiga yoki o'z hojasiga Alloh xohlasa va sen xohlasang desa, kulluhu bihi shirkun. Hammasi mana shu shirk deyapti. Demakki, ya'ni bu yerda Alloh subhanahu va taolo sizni yaratgan. Undan keyin yerni sizga to'shaq qilib bergan va osmonni bino qilgan va o'sha bulutlardan yomg'irlar yog'dirgan. Sizlarga toki rizq bo'lishlik uchun. Mana shuncha parvarishdan keyin ham Allohga boshqasini o'rtoq qo'shishlik haqiqatda katta zulm bo'ladi. Va fil hadisda esa anna rajulan qala li rasulillahi sallallohu alayhi va sallam ma sha Allohu va shi'ta. Ya'ni bir kishi kelib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Alloh xohlasa va siz xohlasangiz deganda, faqala payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdiki, aja'altani lillahi niddan. Sen meni Allohga o'rtoq qo'shasanmi? deya shunday payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana shu ma sha Allohu va shi'ta deganligini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aybladi. Demakki, agar boshqa hadisda keladi, ma sha Allohu thumma shi'ta desa bo'ladi. Yoki deylikki, Alloh xohlasa va undan keyin sen xohlasang desa bo'lishligini payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ifoda qiladi. Demakki, mana shu shirk degan narsa shunchalik maxfiy bo'lar ekan. Ya'ni imkon boricha mana shu kalimalardan faloncha bo'lmaganda shunday bo'lardi, faloncha shunday qildi, faloncha degan narsalardan uzoq turishligimiz kerak bo'lar ekan. Endi bu oyatlar haqida Advoul Bayonda shunday bir ajoyib bir tafsir bor ekan. Mana shuni inshaalloh birlikda o'qiymiz inshaalloh. Ashara fi hadhihi al-ayati ila thalathati barahina min barahin al-ba'th ba'da al-maut. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda o'limdan keyin tirilishlik uchun 3 ta dalil keltirdi. Va bayyanaha mufassalatan fi ayatin ukhra. Va boshqa oyatlarda esa keltirilgan dalillarni tafsili bir ravishda ochiqlab berdi. Al-awwal, birinchisi, xalqun nasi awwalan al-musharu ilayhi bi qawlihi ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum wal ladina min qablikum. Birinchi dalil insonlarni Alloh taolaning yaratishligi. Mana shu bu yerda shu ishorat qilinyapti. Sizlarni yaratdi. Li'anna al-ijad al-awwala
Chunki birinchi ijod yo'qdan bor qilishlik a'zamu burhanin alal ijodi thani. Ya'ni ikkinchi o'laroq qayta tiriltirishlik uchun eng katta dalillardandir deyapti. Vaqat awdaha zalika fi ayatin kathiratin. Alloh subhanahu va taolo buni ko'p oyatlarda ochiqlab bayon qilib berdi. Masalan, deylikki bitta oyat o'qiymiz. Fasayaquluna may yu'iduna qulillazi fatarakum awwala marra. Aytadilarki, ular bizni kim qayta tiriltiradi deyishganda, qulillazi, siz aytingki, allazi fatarakum awwala marra. Sizlarni birinchi bo'lib yaratgan zot tiriltiradi. Ya'ni bu yerda qarang, birinchi yaratilishlik, birinchi yaratishlik qayta tiriltirishlikning dalili bo'lganligini ifoda qilyapti. Al-burhanu thani, ikkinchi dalil esa xalqus samawati val ardi al-musharu ilayhi, ya'ni mana shu oyatda osmonlar va yerning yaratilishligi, va ja'ala lakumul arda firashan was samaa binaa, mana shu li'annahuma min a'zamil makhluqati, eng katta mahluqotlardan bo'lishligi sababli. Va man qadara ala xalqil a'zami fa huwa ala ghayrihi qadirun min babin ahra. Kimda kim katta narsani yaratishlikka qodir bo'lsa, kichkina narsani yaratishligi yana ham avlodir, ya'ni oddiy holdir deyapti. Va awdahallohu ta'ala hadal burhan. Alloh subhanahu va taolo bu dalilni boshqa oyatlarda ochiqlab berdi. Aytdiki, Alloh subhanahu va taolo la xalqus samawati val ardi akbaru min xalqin nas. Albatta, osmonlar va yerning yaratilishligi insonlarning yaratilishligidan ko'ra kattaroqdir. Demakki, Alloh subhanahu va taolo osmonlar va yerni yaratgan bo'ladigan bo'lsa, insonlarni qayta yaratishligi hech gap emas Alloh subhanahu va taolo uchun. Al-burhanu thalith, uchinchi dalilimiz esa ihyaul ardi ba'da mawtiha. Yer yuzini qurib qolgandan keyin, o'lgandan keyin qayta tiriltirishligi ham insonlarning qayta tirilishligiga dalil bo'lar ekan. Fa innahu min a'zamil adillati 'ala al-ba'thi ba'da al-mawti. Chunki yer yuzining qurib qolgandan keyin qaytadan yam-yashil bo'lib tirilishligi insonlarning o'lgandan keyin qayta tirilishligiga eng katta dalillardan bittasidir deyapti. Kama ashara lahu huna biqawlihi. Alloh subhanahu va taolo bu yerda va anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum. Mana shu yerda mana shunga ishorat qildi. Va awdahahu fi ayatin kathiratin. Va boshqa oyatlarda esa Alloh subhanahu va taolo buni yana ham ochiq bayon qilib berdi. Ka qawlihi va min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idha anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladhi ahyaha la muhyil mauta wa innahu 'ala kulli shay'in qadir. Alloh subhanahu va taoloning oyatlaridandir sizning yer yuzini qup-quruq ko'rishligingiz. Fa idha anzalna 'alayha al-ma'a, biz qachonki o'sha yerga suv tushirganimizda yoki yomg'ir yog'dirganimizda ihtazzat, harakatlanadi, varabat va ko'tariladi. Innal ladhi ahyaha, albatta mana shuni tiriltgan zot la muhyil mauta, o'liklarni ham tiriltiradi. Innahu ala kulli shay'in qadir, albatta Alloh subhanahu va taolo har narsaga qodir zotdir deyapti. Qisqacha aytilganda, Alloh subhanahu va taolo bu oyatlarda rububiyat sifatlarini zikr qilishlik bilan faqatgina o'ziga ibodat qilinishlik kerak bo'lganligini ifoda qilyapti. Qarang bu yerdagi oyatni tartibiga. Birinchi bo'lib yaratishlikni Alloh subhanahu va taolo zikr qildi, ya'ni yaratish sifatini. Alloh subhanahu va taolo demakki bizlarni yaratgandan keyin yaratilgan jonli narsa uchun eng kerakli bo'lgan narsa yashashligi. Mana shu undan keyin yer yuzini Alloh subhanahu va taolo zikr qilyapti, toki inson o'z hayotini davom ettirishligi uchun. Va undan keyin was-samaa binaa, va undan keyin osmonni bizga qalqon qilganligini yoki mana shu havoni deylik. Inson chunki nafas olmasdan yashay olmaydi. Va undan keyin Alloh subhanahu va taolo bizni yashashligimiz, hayotimiz davom etishligi uchun o'sha bulutlardan yomg'irlar tushirib va bizlarga mevalar chiqarganligini Alloh subhanahu va taolo zikr qilyapti. Demakki bu yerda mana shunday xoliq, mana shunday roziq bo'lgan zotgina ibodat qilinishlikka loyiq bo'lgan zot ekanligini Alloh subhanahu va taolo bizlarga aytib, fala taj'alu lillahi andada. Modomiki Alloh subhanahu va taolo sizlarni yaratgan, sizlarga yer yuzini to'shak qilgan va osmonni bino qilgan va osmondan suvlar tushirgan, hatto mana shu suvlar sababli sizlarga rizq bo'lishlik uchun mevalar, o'simliklar o'stirgan zot o'sha bo'ladigan bo'lsa, unga aslo o'rtoq qo'shmangiz. Chunki boshqa ibodat qilinadigan boshqa ilohlar, soxta ilohlar hech biri mana shu yuqorida zikr qilingan narsalarga qodir emas yoki birontasining mana shu yuqorida zikr qilingan narsalar qo'lidan kelmaydi. Shu sababli faqatgina Robbingizga ibodat qiling deya rububiyat sifatlarini sanashlik bilan uluhiyat sifatini isbotlayapti. Tafsirul Baydoviyda shunday tafsir qilgan ekan bu oyatlarni. وَاعْلَمْ أَنَّ مَضْمُونَ الْآيَتَيْنِ هُوَ الْأَمْرُ بِعِبَادَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالنَّهْيُ عَنِ الْإِشْرَاكِ بِهِ. Bu ikki oyatning mazmunida
yolg'iz Allohga ibodat qilishlik va Allohga hech bir narsani o'rtoq qo'shmaslikka amr bordir, deyapti. Thumma bayyana rububiyyatahu, undan keyin Alloh subhanahu va taolo o'z rububiyatini bayon qilyapti. Bi annahu ta'ala xoliquhum. Alloh taolo u insonlarning yaratuvchisidir va xoliqu usulihim, va ularning ota-bobosini ham yaratuvchisidir. Xulosatul kalam Baydoviy ham rahimahulloh, ya'ni Alloh subhanahu va taolo qachonki rububiyat sifatlarini eslagandan keyin, rububiyat sifatlarini zikr qilgandan keyin, mana shu rububiyat sifatlari ulug'iyat sifatini keraktirganligini ifoda qilyapti. Bayzoviy rahimahulloh mana shu oyatlarni tafsirida boshqa bir ma'noga ishorat qilgan ekan. Alloh subhanahu va taolo mana shu oyatlar bilan insonning yaratilishligini ifoda qilyapti, deyapti. Masalan, yerni insonning badaniga o'xshatdi. Samoni esa insonning joniga yoki insonning nafsi, ruhiga o'xshatdi. Va anzala minas samai ma'an, osmondan suv tushirishligi esa insonning aqliga o'xshatdi, insonning aqliga. Fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum, va o'sha aql sababli ba'zi natijalar chiqarishligiga o'xshatdi insonni. Shunday ekan, fala taj'alu lillahi andadan va antum ta'lamun. Alloh subhanahu va taolo sizni shunday yaratgan ekan, sizlar aslo Robb taologa o'rtoq yoki shirk qo'shmangizlar, deya mana shunday tafsir qilgan ekan. 23-oyatda Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimning mo'jizaligini va payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning rasul bo'lganligini isbotlab, va in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sodiqin. Va in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina, agar sizlar biz qulimizga tushirgan narsadan shubhada bo'lsangiz, shubha qiladigan bo'lsangiz, ya'ni Qur'oni Karimni bashar kalomi deydigan bo'lsangiz, bashar qilganni, ya'ni inson qilganni inson qiladi. Shunday ekan, fa'tu bi suratin min mithlihi, o'sha Qur'oni Karim uslubida eng ozida bitta sura olib kelingizlar. Wad'u shuhada'akum min dunillahi, Allohning tashqarisida butun ilohlaringizni, barcha ilohlaringizni yoki barcha yordamchilaringizni ham chaqiringizlar. In kuntum sodiqin, agar sizlar mana shu so'zingizda sodiq bo'lsangiz. Fa in lam taf'alu, sizlar buni qila olmadingiz, va lan taf'alu, qila olmaysiz ham. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara. Shunday ekan, yoqilg'isi inson va toshlar bo'lgan jahannam olovidan qo'rqingiz, taqvo qilingiz. Uiddat lil kafirin, u jahannamki kofirlar uchun tayyorlangan. Bu oyatda Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni mo'jiza bo'lganligiga va payg'ambar sollallohu alayhi va sallamni Alloh subhanahu va taoloning rasuli bo'lganligini isbotlayapti. Agar sizlar shubhada bo'lsangiz, mimma nazzalna, bu yerda ba'zi olimlarimiz aytganki, nima uchun bu yerda anzalna deyilmadi? Boshqa oyatda Alloh subhanahu va taolo va qala allazina kafaru laula nuzzila alayhi al-Qur'anu jumlatan wahidatan. Ya'ni koshki unga Qur'oni Karim butun holda tushsaydi deya shunday deyishgan. Maqsadlari iymon keltirish emasda, balki payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga qarshi chiqishlik uchun mana shuni deyishgan. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo nazzalna, biz buni martaba tartiblab tushirgan Qur'onimiz kabi siz ham eng ozida bitta sura olib keling. Ala abdina, ya'ni bu yerda ala Muhammad sollallohu alayhi vasallam, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga tushirgan narsamizni. Fa'tu bi suratin min mithlihi, eng ozida bitta sura olib keling. Ya'ni olimlarimiz aytganki, eng kichkina sura inna a'toynakal kawthar yoki val asr, eng ozida mana shu saviyasida shunchalik, ya'ni 3 oyatdan iborat bo'lgan bir sura olib keling deya Alloh subhanahu va taolo ularga maydon o'qidi yoki ularni bellashishga chaqirdi. Va Alloh subhanahu va taolo bu yerda wad'u shuhada'akum, shahidlaringizni ham chaqiring. Ya'ni guvohlaringizni ham chaqiring yoki yordamchilaringizni ham chaqiring, min dunillahi, Allohning tashqarisida. Demakki, ular mana shu oyatlar shuni ifoda qiladi. Ular ham butlarga ibodat qilishardi hamda Alloh taologa ibodat qilishardi. Mana shu sababli Alloh subhanahu va taolo siz ibodat qilgan boshqa ilohlaringizni chaqiring, Alloh xorij. Bu yerda wad'u shuhada'akum, shohidlaringizni chaqiring yoki yordamchilaringizni chaqiring. Nima uchun bu yerda yordamchilaringiz deyilmadi-da yoki ilohlaringiz deyilmadi-da, shohidlaringiz deyildi, guvohlaringiz deya ma'no berildi deydigan bo'lsak, At-Tahrir va Tanvirda Ibn Ashur shunday degan ekanki, bir kishi biron bir narsaga shohid bo'lsa, guvohlik qiladigan bo'lsa, o'sha mahkamada o'sha o'z guvoh berishligi bilan o'shanga yordam berganligi uchun bu yerda o'sha shahodat kalimasining ikkinchi ma'nosi olindi. Bu ham bo'lsa yordam berishlik ma'nosi degan ekanlar. Ya'ni demakki asl ma'nosi hozir bo'lishlik, shohid bo'lishlik, guvohlik qilishlik bo'lsa, ikkinchi ma'nosi o'sha yordam berishlik ma'nosi bo'lganligi uchun bu yerda shuhada kalimasi zikr qilindi degan ekan. In kuntum sodiqin, agar siz o'z da'vongizda sodiq bo'lsangiz. Fa in lam taf'alu, sizlar buni qila olmadingiz. Ya'ni o'sha vaqtgacha qila olmadingiz. Va lan taf'alu, va qila olmaysiz ham.
Ya'ni bir sura ham olib kelolmadingiz va olib kelolmaysiz ham. Alloh taolo bu yerda ya'ni qilolmasligi haqida xabar beryapti. Demakki, bu yerda Qur'oni Karimning haq bo'lganligiga, Allohning kalomi bo'lganligiga bu yerda ham bir dalil bor. Shunday ekan, fattaqun narallati waquduhan nas wal hijara. Shunday ekan, sizlar yoqilg'isi toshlar va insonlar bo'lgan jahannamdan saqlaning. Uiddat lil kafirin, kofirlar uchun tayyorlangan deb. Ibn Abbos radhiyallohu anhu bu yerda va boshqa ba'zi sahobalar hijoratdan maqsad oltin gugurtdan tashkil topgan toshlardir degan. Ya'ni nihoyatda issiq yonganligi uchun. Va ba'zilar aytganki, ba'zi mufassirlar bu yerdagi hijoratdan maqsad toshdan o'yib olgan ilohlar edi degan. Chunki Alloh subhanahu va taolo boshqa bir oyatda innakum va ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Albatta sizlar va Allohdan boshqa ibodat qilgan o'sha ilohlaringiz ham jahannam o'tinidir deya Alloh subhanahu va taolo aytadi. Demakki, bu yerdagi hijoratdan maqsad toshlar bo'lganligini ifoda qilishgan. Uiddat lil kafirin, bu jahannam kofirlar uchun tayyorlangan. Bu ikki oyatda Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimning mo'jiza bo'lganligiga e'tibor qaratadi. Buni Ibn Kasir rahimahulloh shunday ochiqlabdi: "Va man tadabbara al-Qur'ana", kimda kim Qur'onni bir o'ylab qaraydigan bo'lsa, wajada fihi min wujuhil i'jazi fununan zohiratan va xafiyatan. Kimki Qur'oni Karim haqida tafakkur qiladigan bo'lsa, Qur'oni Karimni o'qib tafakkur qiladigan bo'lsa, mana shunda har turli i'joz fanlarini ko'radi. Zohiriy bo'lsin, xafiy bo'lsin, ya'ni ba'zilari ochiqcha mo'jizadir, ba'zilari esa ta'ammulni keraktiradigan mo'jizalardan. Min haythul lafz jihatidan bo'lsin bu ijoz tarafi va min jihatil ma'na yoki ma'no jihatidan bo'lsin. Allohu taala alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin xabir. Alif lam ra bu kitobki oyatlari muhkam bo'lgan yoki mustahkam bo'lgan desak ham bo'ladi. Thumma fussilat so'ngra ochiqlandi, tafsiliy shaklda bayon qilindi. Milladun hakimin xabir va hakim bo'lgan hikmatli zot tarafidan. Fa uhkimat alfazuhu va fussilat ma'anihi. Ya'ni lafzlari muhkam qilindi, mustahkam qilindi va ma'nolari esa tafsil qilindi. Ya'ni o'zgarmas. Muhkam degani balki mana shu aslo o'zgarmaydi qiyomat kunigacha. Chunki o'zgarmasligidan maqsad shu, bironta bir inson biron narsani qanchalik atrofida yordamchilari bo'lmasin, biron narsani yasaydigan bo'lsa yoki biron bir qonun qo'yadigan bo'lsa, mutlaqo uni kelgusida o'zgartirishlik majburiyatida qoladi. Sababi o'sha qo'ygan qonuni keyingi zamonlarga yoki xatolari o'rtaga chiqadida, keyin yana qaytadan o'zgartirishlikka to'g'ri keladi. Lekin Alloh subhanahu va taoloning oyatlari, Qur'oni Karim aslo o'zgarmaydi, chunki u bu olamning Robbi tarafidan qo'yilgan qonunlar va o'sha zotning kalomidir. Aw bil aksi yoki buni aksidir deyapti. Ya'ni ma'nolari muhkamdir, lafzlari esa o'sha ma'nolarni ochiqlab beradi. Fa kullun min lafzihi va ma'nahu fasihun la yujara va la yudana. Bu Qur'oni Karimning har bir lafzi fasihdir, aslo ayiblanmaydi, ayib topilmaydi. Faqat akhbara an maghibatin madiyatin va atiyatin kanat wa waqa'at tibqa ma akhbara sawa'an bi sawa'in. Va amara bi kulli khayrin va naha an kulli sharrin. Bu Qur'oni Karim shunday ham kelajak hamda o'tmish g'oyiblardan xabar beradi va o'sha xabar bergan narsasi qanday xabar bergan bo'lsa o'shanday voqea bo'ladi. Ayni vaqtda Qur'oni Karim butun yaxshiliklarga chaqirib, yomonliklardan qaytaradi. Va tammat kalimatu robbika sidqan va adla. Robbingning kalimasi ham sidq hamda adolat o'laroq tamomlandi. Ya'ni sidqan fil akhbari, xabarlarda sodiq bo'lishligi, to'g'ri bo'lishligi, va adlan fil ahkami, hukmlarda esa odil bo'lishligi bilan tamomlandi. Fa kulluhu haqqun va sidqun va adlun va hudan laysa fihi mujazafatun va la kadhibun va la iftira'un. Qur'oni Karimning har bir lafzi sidq va adolat va hidoyatdir. Unda biron bir mubolag'a yoki yolg'on yoki tuhmat yo'qdir. كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها. Ammo boshqa arablarning yoki deylikki boshqa arabdan boshqa bo'lgan ajamlarning she'rlarida yoki so'zlarida yolg'onlar va mubolag'alar, shunga o'xshagan narsalar bo'lganligi topilganligi kabi Qur'oni Karimda aslo bu narsalar topilmaydi deyapti. Allati yahsunu shi'ruhum la yahsunu shi'ruhum illa biha. Shundayki ularning so'zi mana shular bo'lmasa she'rlari chiroyli bo'lmaydi. Illo mubolag'a bo'lishlik kerak. Kama qila fi shi'ri, she'r haqida shunday deyilganligi kabi inna a'dabahu akdabuhu. She'rning eng lazzatlisi, eng zavqlisi, eng yolg'on ko'pi ichida yolg'on ko'p bo'lganidir deya shunday deyishgan ekan. Va tajidul qasidata at-tawilata al-madidata qad istu'mila ghalibuha fi wasf an-nisa'i wal أو الخيل أو الخمر أو في مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنات أو مخافة أو سبع. خد masalan uzun qasidalarda, she'rlarda
ayollarni vasflaydi yoki otlarni vasflaydi yoki ichkini sifatlab beradi, maqtaydi yoki biron bir muayyan shaxsni maqtaydi yoki otni maqtaydi yoki deylikki tuyani maqtaydi va shunga o'xshagan sherlar kabi o'sha qo'rqinch hayvonlarni maqtaydi. Mana shu she'rlarda mana shunday bir yolg'onlar, maqtashlar, mubolag'alar va boshqasiga padxot yoki bilagambordorlik qilishliklar bordir. Lekin Allohning kalomida bulardan birontasi yo'qdir, deyapti. وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلا وإجمالا ممن فهم كلام العربي وتصاريف تعبيره. Ammo Qur'oni Karimga keladigan bo'lsak, butun oyatlari har bir harfi nihoyatda baligʼ bir so'zdan tashkil topgandir. Buni arab tilini yaxshi bilganlar va arab tilini uslubini yaxshi bilganlargina buni anglab yetadi, deyapti. Fa innahu in ta'ammalta akhbarahu wajadtaha fi ghayatil halawati. Agar oyatlarning xabarlarini eshitadigan bo'lsang yoki tafakkur qiladigan bo'lsang, unda nihoyatda halovat topasan. Savoun kanat mabsutatan aw wajizatan. Xohlasin u juda uzun shaklda aytilsin yoki juda vajiz bir shaklda xabar berilsin, nihoyatda halovat topasan, deyapti. Yoki keyinchalik davom ettirgan, Qur'oni Karimni 1000 marta eshitsang ham yoki qancha takror eshitsang ham aslo bundan zerikmaysan. Va bundan olimlar aslo buni har o'qiganda boshqa ma'nolar ifoda qiladi. Xuddi shunday Qur'oni Karimni mo'jizaligi shu darajadaki, agar biron bir she'r yoki biron bir inson kalomi nihoyatda oliy martabada bo'lishlik uchun har kim tushunmaydigan darajaga chiqish kerak. O'sha vaqtda oliy martabaga yetishishi mumkin. Agarki ham oliy martaba bo'lsin, hamda har kim tushunadigan bo'lsin desa, o'sha she'r oliy martabasini yo'qotadi-da, oddiy so'zga aylanib qoladi. Lekin Qur'oni Karimga keladigan bo'lsak, Qur'oni Karim eng oliy martabaga ham xitob qiladi. Ya'ni eng fasohatda mashhur bo'lgan shoirlarni ham lol qoldiradi va o'sha vaqtni o'zida past tabaqa ham, ya'ni oddiy insonlar ham, hatto cho'ponlar ham Qur'oni Karimni o'qiganda tushunadi. Demakki, Qur'oni Karimni, ya'ni Allohning kalomining mo'jizaligi mana shundaki, ham martabasi nihoyatda oliydir, hamda past tabaqaga ham xitob qiladi. Lekin insonlarning kalomi agar martabasini oliy qilib shunday bir so'z aytadigan bo'lsa, past tabaqa tushunmaydigan bo'lib qoladi. Agar past tabaqa ham tushunadigan shaklda, uslubda so'z aytadigan bo'lsa, u vaqtda o'sha oliy martabasini yo'qotadi. Qur'oni Karim esa bunday emas. Qur'oni Karim ham nihoyatda oliy martaba, eng baland, ya'ni fasohatda eng yuksak insonlarga ham xitob qiladi. Ayni vaqtda eng past yoki past tabaqa oddiy dehqon, cho'ponlar o'shalarga ham xitob qiladigan darajada Allohning kalomi shunday bir xususiyati bor. Keyin Alloh subhanahu va taoloning kalomining e'jozi shunda ham o'rtaga chiqadiki, agar biz Qur'onning hukmlariga qaraydigan bo'lsak, haqiqatda ajablanarli hukmlari bor. Masalan, bir o'ylab ko'ring, biron bir davlat o'z tajribasidan kelib chiqib qonunlar qo'yadigan bo'lsa, 1 yildan keyin o'sha qonunlari noto'g'ri bo'lganligi bilinib qoladi-da, o'sha qonunlarni mutlaqo o'zgartiradi. Yana o'zgartirgandan keyin yana keyinchalik yana o'zgartirishlikka majburdir. Chunki hech qachon o'sha insonlarning qo'ygan qonunlari insonlarga munosib bo'lmaydi. Har doim o'zgartirishlikka majbur bo'ladi va hech qachon bu komillashmaydi. Sababi bu Allohning qonuni bo'lmaganligi uchun. Lekin Alloh subhanahu va taoloning kalomidagi, Qur'oni Karimdagi qonunlar bir marta o'sha qo'yilgan va qiyomatgacha har baldada, har qanday atmosferda, har qanday joyda munosib bo'lib, ya'ni o'sha yerga munosib bo'lmay qolmaydi. Har joyga munosib bo'lishligi va har vaqtga munosib bo'lishligi ham Qur'oni Karimning mo'jizalaridan bo'ladi. Undan keyin bir o'ylab ko'ring, eng katta shirkatlar, masalan deylikki Apple shirkati, biron bir telefon chiqarganda mutlaqo buni kamchiligini yanagi yil tuzatadi. Undan keyin yana o'sha kamchiliklar paydo bo'ladi-da, yanagi yil yana tuzatadi. Xulosatul kalom, mutlaqo bu davomli tuzatib kelishlikka majburdir. Lekin Allohning kitobi aslo tuzatilishlikka, keyindan yana yangidan ko'zdan kechirilib, yangidan yangilanishlikka ehtiyoji yo'q. Mana shunday bir qonunni, mana shunday bir muhkam bo'lgan kitobni cho'lda bir odam o'zi qilishi mumkinmidi, o'zi yozishi mumkinmidi? Albatta yo'q. Bu Qur'oni Karim faqatgina Allohning, bu olamlarning Robbi bo'lgan Allohning kalomi bo'lganligi uchungina mana shunday mo'jizaga, mana shunday sifatlarga sohibdir, mana shunday sifatlarni o'z ichida oladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni o'qib, mana shu Qur'oni Karimdan foydalanishlikni va Qur'oni Karim bilan amal qilishlikni, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimdagi mo'jizalarni ko'rib,
Allohning qudratini tafakkur qilishlikni Alloh subhanahu va taolo o'zi nasib va muyassar aylasin. Va axiru da'vona anil hamdulillahi robbil alamin.